Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan bugun ashaddiy mavzulardan bittasi disk grijasi haqida gaplashamiz. Bu mavzu hammaga qiziq va bugungi mavzu bo'yicha mana Bobur Saidovich travmatolog ortopedimiz va men nevrolog shifokori birga olib boramiz. Barcha bemorlarimiz bizga ko'pgina savollar yo'llagan Bobur Saidovich. Hozir shu savollarni birgalikda yechim berishga harakat qilamiz. Birinchi savol, belda grija borligini belgilari orqali uy sharoitida bilish mumkinmi deb jo'natishibdi. Shunga siz qanday qaraysiz? Fikrlaringiz? O'zi grija diski bu nima? Umurtqa pog'onasi disk churrasi asosan organizmda 33-34 umurtqa bo'lsa, hammasini o'rtasida disk bor. Yaxshi bilasiz, nevropatolog shifokor sifatida. Har bir disk churrasining o'rtasida diskning o'rtasida o'zini pulpoz yadrosi bor. Bu asosan o'sha nagruska, uzoq yuklamalarda yoki uzoq o'tirib ishlaganlarda, uzoq vaqt yukni ko'tarib shunaqa nagruska bilan ishlagan insonlar uchraydi. Bu o'sha pulpoz yadrodan bosim osish natijasida umurtqa tog'ayini yirtilish natijasida disk churrasi chiqadi va u umurtqa atrofidagi nervni ildizini bosadi yoki o'z orqa miyani bosish natijasida disk churrasi paydo bo'ladi. Asosiy belgilari bu qanaqa? Asosan doimiy umurtqa pog'onasidagi, masalan, qaysi sohadan chiqsa, bo'yin yoki bel qismidan chiqsa, bo'yinda chiqsa bo'yinda yoki belda bo'lsa, belda og'riq, doimiy simillovchi yoki grijani holatiga qarab kuchayuvchi og'riqlar, og'riqning oyoqqa tarqalishi yoki bo'lsa beldan boshlab bir chiziq bo'lib og'rishlar, keyin bo'lsa kuchayib ketaverish natijasida oyoqdagi uvishishlar, shunaqa simptomlar kuzatiladi. Bizga aksar bemorlar murojaat qilishadi. Ularda o'zi boshida klinika bo'ladi, Bobur Saidovich, bilasiz. Og'riydi beli, qimirlaganda og'riydi yoki o'tirib ofisda ishlayotganlarda shu oyog'i uvishib qoladi, bittasi yaxshi ishlamay qoladi, cho'loqlanib qoladi, lekin bu narsalarga e'tiborsizligi tufayli keyin bizga kuchli og'riq bilan yura olmasdan qiyshayib beldagi og'riqlar bilan keladi. Uy sharoitida yagona aniqlash usuli, siz o'zingizni oyog'ingiz bilan cho'zib engashib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni turgan holatda oyoqlarni birlashtirib, qo'lni pastga egib ko'rasiz va shunda agar oyoqni tizzasini orqasida tortilish bo'lsa, bu norma. Endi hammamizda bo'lishi mumkin kam harakatlarda. Keyin shu egilgan paytda beldan pastga tushuvchi ildizchali og'riq, ya'ni karishkoviy bo'l deydi. Shunaqa og'riq bo'layotgan bo'lsa, sizda disk churrasiga katta shubha bor. Lekin bitta yuvan, siz ham bilasiz, hammasi ham grija bo'lib chiqavermaydi. Biz shuning uchun MRT tekshiruvini amalga oshiramiz. Albatta, MRT tekshiruvi nima beradi bizga? MRT tekshiruvi o'sha faqat hayot grijadan iborat emas, kamyob kasalliklar bor. Ya'ni siz o'zingiz bilasiz, tuberkuloz chiqib qoladi, onkologik proseslar chiqib qoladi. Buni hisobiga bemorlar ko'pgina vaziyatni o'tkazib yuboradi. Ya'ni kimligini aytmaymiz, ko'pchilik blokadalarni olib yuradi-da, MRTsiz og'riq qolmaydi deb, sizga ham qanchasi asorat bilan keladi. Shunday. Birga davolaymiz bir bemorni, oyoqlarida hozir o'sha kichik boldir nevropatiyasi bor, enimiga qilib dinamikada olib boryapmiz. Agar shu bemor ham vaqtida murojaat qilganda edi, ana shuni bir misol qilib aytsangiz bo'ladi. Тазобедренный sustavdagi muammosi tufayli nervus ishadiksidagi muammo birga qo'shilib qolgan. Shuni birga aytib o'ting bitta. O'shani hisobiga o'sha bemorimizda nima deydi? Yurishda ham o'zgargan. Endi sizlar nevropatologlar ko'p nima qiladi? Stalkizatsiya qiladi-ku, bir ot yurish deydimi? Lashadiniy paxotka bo'lib, o'sha nima deydi? Kichik boldir nerv jarohatlanish natijasida yurishda o'zgarish bor. Endi boya umurtqa pog'onasiga to'xtaladigan bo'lsak, siz aytdingiz, o'sha haqiqatan MRT tekshiruvi bu zolotoy standart deymiz hozir. Albatta o'sha belda og'riq, uzoq vaqt bezovta qilganda MRT tekshiruv o'tkazish kerak. Ya'ni bunda o'sha boyagi umurtqada siljishlar, spondilolistez deymiz, bilasiz. O'sha nervni ezish natijasida umurtqa siljib, bunisi o'sha nogironlikkacha olib kelgan vaqtlar bo'ladi. Uning darajalari bor, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi daraja. 1-chi, 2-chi darajasida uni konservativ, ya'ni dori-darmonlar, fizioterapiya, korset va LFK mashqlar bilan davolasa bo'ladi. 3-chi, 4-chi darajaga o'tib ketsa, unda operatsiya juda katta operatsiya. Temirlar bilan umurtqani qotirish kerak va hokazo. Ham psixologik travma bemorda operatsiya qilishim kerak. O operatsiya deganingizga o'zi keyingi savol shu operatsiya borasida, shu disk churrasida. Grijani davolash usulida operatsiyani usuli, konservativ davoning yo'li, mana shu haqida bizdan ko'p so'rashgan. Siz qanday qaraysiz shunga? Yaxshi savol berdingiz. Bu operatsiya juda bu og'riqli nuqta bu. MRT qilib tekshiramiz. Grija bor sizda deymiz, o'lchami boshqa o'sha MRTga qarab bemorlarga operatsiya qilish kerak desa, bemorlar ancha juda katta nima deydi,
stressga tushadi, ya'niki o'sha qanaqa bo'ladi operatsiya, anaqa qilsa yana bir oylab yotish kerak. Qisqasi juda ko'p qo'rqish, stress holatlari bo'ladi. Endi qachon operatsiya qilinadi, qachon konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan davolanadi. Endi agar grija o'sha boshida agar qachonki o'sha og'riqlar bo'lganda bezovta qilgan ko'pchilik holatda o'tkazib yuboriladi-da, boya aytganimizdek, og'rib yuraveradi, og'riq qoldiruvchi ichadi, boshqa har xil xalq tabobati va o'tlar bilan davolanadi yoki bo'lmasa karam qo'yadi yoki bir sholg'om qo'yishi, har xil holatlar qilishadi. Endi uni tekshirmay haqiqatan o'zi grijami yoki yo'qmi yoki bo'lmasa qanaqa. O'sha bizga kelganda tekshirib ko'rganimizda o'sha grija aniqlanadi. Endi o'lchamiga ham qaraladi bu operatsiya qilish, keyin qaysi sohadan chiqqanligi, masalan o'sha medial, lateral hamda o'rtadan chiqadi, ya'ni sentralniy grija. Orqa miyani o'zini bosganda o'lchami masalan kichkina bo'lsa ham operatsiya ko'rsatma bo'lishi mumkin. Asosan o'sha grijani o'lchami katta bo'lsa, keyin o'sha nervni ezganda uni klinikasi, ya'ni o'sha ancha muddat bu narsa cho'zilib yurgan bo'lsa, siydik chiqaruv yoki axlat tutolmaslik holatlarigacha, keyin aneminiya deymiz, ya'ni uvish holatlari, keyin aytganda bu oqsoqlanib yurish kuchaygan bo'lsa, bemor ko'p lecheniya olib, o'sha konservativ lecheniya haddan tashqari ko'p olib, masalan, lecheniya oldi, bir oydan keyin kerak bo'lsa 2 hafta yoki 10 kundan keyin og'riq tagida shunaqa kuchayib ketsa, unda operatsiya ko'rsatma deb hisoblash mumkin. Shu o'rinda bir nima bemor esimga tushib ketdi. Biz shoshilinchda ishlaganmiz, siz ham ishlaysiz. Bir bola Damasda o'sha narsa tashib yurgan paytda qaysidir momentda shu Damasga o'tirishi bilan birdan ikkita oyoq qo'li ishlamay qoladi. Ikkita oyog'i qo'li deyapman, ikkita oyog'i ishlamasdan qoladi. Shu bizga shoshilinch olib kelishgan. Ikkita oyoq ishlamaydi. Xuddi siz aytgandek, siydik tutilib qolgan, axlat kelmayapti. To'liqligicha beldan pastda sezgi yo'q. Mana shu holat bilan kelgan. Biz o'shanda MRT qilganmiz. Belida, MRTda kattagina sekvestratsiya deydi. Siz o'zi bilasiz, grija chiqib pastga oqib ketgan. Bu sekvestratsiya shu darajada tushganki, to'liq o'sha L4 sohasidan blok qilib tashlagan. Spinalniy blok chaqirgan. Spinalniy blok degan o'sha orqa miyani to'liq ezib blok chaqirgan. Shuning hisobiga siydik, axlat tutilishi, ikkita oyog'i to'liq ishlamasdan qolgan va biz unga to'g'ridan-to'g'ri 100% operatsiya deb tushuntirsak, yo buni tuzatsa bo'ladimi deb shunda ham qarshilik. Biz unga keyin tushuntirganmiz, endi o'zi 32 yosh bola edi. Agar siz hozir operatsiya qildirmasangiz, bir umrga nogiron bo'lib qolib ketasiz deb. Endi mana shu joyda bemorlarimiz e'tibor qaratishi kerak. Agar grija chiqib turib pastga qarab oqqan yoki yuqoriga qarab oqqan deb doktor sizga tushuntiryaptimi, demak u yerda juda jiddiy muammo bor va bunda operatsiya haqida o'ylab ko'rishga tavsiya beriladi. Endi o'zi odatda bilasiz, grijani siz ham men ham birga davolaymiz. 80-85% holatlarda konservativ davoga bo'ysunadi. Qachon biz operatsiyaga yo'llanma beramiz, ular bilan kelishgan holda shu elektroneyromiyografiya tekshiruvini o'tkazamiz. Agar elektroneyromiyografiya tekshiruvi, ya'ni nerv impulslari orqa miyadan qanday tushyapti oyoqqa, agar shunda kamchilik bo'layotgan bo'lsa, shunga qarab turib biz operatsiya kerak yoki kerak emas deymiz. Ya'ni bunda millimetrda ahamiyat qolmaydi. Endi o'zingiz bilasiz, o'tgan safar ham keldik-ku, foraminalniy grija 4 millimetr o'zi, umurtqani rosa zo'r joydan chiqqan nervni ezib turibdi, oyoqqa juda kuchli og'riq beryapti. Yana qo'shimcha ravishda buyrak yetishmovchiligi kasalligi, yurak kasalligi bor. Hech kim operatsiya olmayapti. Majbur endi ildizchali blokadalarni o'tkazdik, boshqa qildik, og'riqlar qoldi. Lekin mana shu darajaga yetib kelgungacha qadar bemor e'tibor qaratmagan. Ya'ni nevarasini engashib olgan. Noto'g'ri yuk ko'tarish, hamma yuk ko'tarish kerak, lekin noto'g'ri ko'tarish hisobiga asosida yuzaga kelgan. Shunga birdan esimga tushib ketdi. Odatda agar sizda ham shunga o'xshash ma'lumotlar bo'lsa yokida hayotiy tajribalar, bemorlar bo'lsa, pastga yozib qoldiring. Tarixlaringiz shu qolganlarga ibrat bo'lsin. Bu vali menda shunaqa bo'ldi, operatsiyaga oxiri bordim, qildirdim, keyin yaxshi bo'ldim. Shunaqa bir istoriyalar bo'lsa yozib qoldirsangiz, biz albatta uni o'qib ko'rib chiqib ma'lumot yozamiz. Keyingi savol, grijani beldagi grijani qanaqa turlarini siz aytib o'tdingiz? Yana qiziqib bizga yozishyapti hozir. Qanaqa turlarini bilasiz o'zingiz? Qaysilari xavfli, nimalarga bemor e'tibor qaratish kerak? Shu haqida bir aytib o'ting. Benim yaxshi savol. Boya qisqacha to'xtaldik. Bu grijani turlari endi bosqichda ham desak bo'ladi. Birinchi protruzia, bu grija oldi holat deyiladi.
ikkinchisi bu grija, umurtqa o'sha grija и sekvestratsiya. O'shan keyin joylashgan joyga chiqqan holatga borib, medial, lateral yoki o'sha foraminal deymiz, sentralniy grija shunga qarab farqlanadi. Boya lecheniya davomida gapirdik, suhbat davomida lecheniyasi. Endi agar o'sha boshida, ya'ni o'sha protruziya bosqichida bo'lsa, grija oldi holatda bo'lsa, oddiy siz aytgandek lechebniy fizkultura bilan davolansa bo'ladi. Yengil mashqlar, umurtqa pog'onasini o'sha mushaklarni mustahkamlovchi mashqlar, oddiy turniga osilish kerak bo'lsa, lechebniy fizkultura bilan kerak bo'lsa, butun umr davomida bezovta qilmasa bo'ladi. Keyinchalik bu jarayon kuchayib ketaversa, endi grija, keyin bu yog'i sekvestratsiya aytgandek, unda уже nervlarda уже buzilishlar aytgandek enemga qilinadi-da, bunda уже operatsiya ko'rsatma hisoblanadi. Hozirgi endi operatsiyani aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi zamonda operatsiya qilinyapti bu endoskopiskiy, bitta teshik orqali umurtqa pog'onasi diskni olib tashlab grijani olsa bo'ladi. Bu oldingida endi traditsion kesib, katta kesmalar orqali operatsiyadan keyin masalan 2 oylab yoki 3 oylab bir tekis joyda taxtada yotish, bunaqa narsalar yo'q. Albatta operatsiyaning ertasi kuni turib yurish mumkin. Teshik orqali olinadi endoskop bilan korset taqib o'zini ehtiyotlab yuradi. 1-2 hafta bo'ldi. Endi siz oldingi doktorlardansizda, men yaqin 5 yillik tajribaga egaman va hozirgi nimalarda bunaqa katta kesmali hali operatsiya men yo'llantirganim yo'q. Sizlar endi bu bosqichdan o'tgansizlar-da, katta kesmalar bilan. Endi u menimcha grijani turi va millimetriga bog'liq. Agar grija katta sekvestratsiya bo'lib, to'liqligicha diskektomiya qilib o'rniga titan qo'ysa, yani diskektomiya degani o'sha diskni to'liq olib tashlash va o'rniga titan qo'yish. Bunda o'sha TPF deydi, o'sha nimalar bilan shurtlar bilan qotirib, simlar bilan qotirib, umurtqani to'g'irlab, yuklamani to'g'irlab, keyin ana bemorlarga to'g'ri hayot kechirish tarzini o'zgartirishadi. Lekin yana shu o'rinda bemorlarga yana bitta tavsiya, umurtqa pog'onangizda agar bitta grija bormi, sizda butun umurtqa pog'onangiz kasal. O'zi asli olganda bu qayerda yuk bo'lsa, o'sha yerda grija chiqyapti. Ya'ni yuklama qayerdadir ko'p, o'shani hisobiga. Lekin ildiziga qarasangiz, butun umurtqa pog'onani o'zi kasal bo'ladi bemorda. Ya'ni har bo'ynini burib ko'rsangiz ham, boshqa qilsangiz ham og'riqlari, nimalari ko'p kuchli bo'ladi. Bemorlarga qilinadigan talab o'sha vitamin D, kalsiy va vitamin B guruhiga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Endi vitamin D odatda biz yeydigan O'zbekiston sharoitida kam mahsulotlarda. Yoz quyosh ham bunaqa oldingidek mana bu changli ob-havodan o'tmayapti, ultraviolet nurlar sintezi kamaygan. Shuning hisobiga profilaktik dozada vitamin D ichirishni tavsiya qilamiz bemorlarimizga. Agar mana shu narsalarga e'tibor qaratmasalaringiz, bu disk churrasi shakllanishida ahamiyati bor. Endi nazariyalar bor, o'zingiz bilasiz, Bobur Saidovich, disk churrasi hosil bo'lish nazariyalari bor. Birinchisi genetik nazariya, ya'ni sizni otangizda, onangizda shunaqa disk churrasi kasalliklari bo'lsa, sizda xavf bor. Ya'ni siz hayotingiz davomida shuni sharoitini yaratib bersangiz, moyilligingiz bor sizda. Sizda men otamda bor, belda. Agar men moyillik yaratib bersam, noto'g'ri yuk ko'tarsam, sport bilan shug'ullanmasam, bel atrofida to'qimasam, muskullarni chiniqtirmasam, menda bo'lish ehtimoliyati juda yuqori. Keyingi sabab bu o'sha ayollarda o'z ko'psida ham uchraydi. Mana artroz, gonartroz, umuman osteoporoz kasalligi. Bu o'sha estrogen faoliyatini tushib ketishi hisobiga gormonal narusheniya bo'ladi, buzilish bo'ladi va shuning hisobiga metabolik o'zgarishlar bo'lib, umurtqa pog'onasida degenerativ o'zgarishlar, ya'ni disk churrasi hosil bo'lishi. Ya'ni bu faqat umurtqa pog'onasida kalsiy, magniy yoki bir vitamin D ga bog'liq bo'lgan narsa emas, bu butun boshli bir organizmga yondashish. Ya'ni sizda ham ko'p eshitaman abqot paytda, siz nimaga ozmadingiz? Sizga ozing deb aytgandim-ku. Ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn. Shu o'rtasida ham bir aytib o'tib ketding. Bu ortiqcha tana vazni qay darajada bizga minus ishlayotganligini va davolash qiyinchiligini Bobur Saidovich bilan birga olib boramiz. Hamma bemorga biz bir xil gap aytamiz. Ortiqcha tana vazningiz bor, siz yo'qotishingiz. Shunday. Ortiqcha tana vazni o'zi haqiqatan ham kasallik hozirgi zamonda уже birinchi o'ringa chiqdi. Har bir kasallikda anaqa qilsangiz, tana vazni ortiqcha bo'lsa, o'sha kasallikni kuchaytiradi-da. Xususan bizda o'sha travmatolog ortoped yo'nalishida ham, masalan, bo'g'imlardagi holatda, muammoda
xususan pazvanoshlik umurtqa pog'onasida ham o'sha qancha ortiqcha vazn bo'lsa u o'sha kasalni faqat usugublat deydi, og'irlashtiradida, kuchaytiradi. Yemirish bo'lsa tizada kuchayib ketadi, yo bo'ksada ayniqsa hozir masalan coviddan keyingi bo'g'im yemirishlari ayniqsa umurtqa pog'onasida, tizada, chanoqson bo'g'imida bunisi kuchayib ketyapti. Ya'ni o'sha gormonal o'zgarish, kimlardir ko'p gormon olganda edi, qon quyuqlash kuchayib ketadi. Buni hisobiga o'sha umurtqalarda, umuman disklarda muammo. Ya'ni o'sha umurtqalar o'rtasidagi diskda elastiklik yo'qoladi-da. Xrupki deymiz, ya'ni o'sha qattiqlashgan hisobiga ezilishlar ko'payadi. Umurtqalar orasidagi uni hisobiga bu grijalar chiqib, dalchi muammo ko'payib ketaveradi-da. Bu endi sistem kasallikda, buni kasalga tushuntirgancha bizlar esimiz ketadi ko'p qilib aytganda. Nega? Chunki o'sha nerv aytadi-da, bo'g'imga ham, oyog'ingizdagi bo'g'imingizga ham, muskulingizga ham nerv aytadi. Ovqat ye, mana buni qil, buni qil deb. Tepada disk churrasi bo'lib turgandan keyin ko'pgina bemorlar bilasiz, o'sha oyog'ida artroz, o'sha oyog'ida koks artroz. Endi hammasi bir-biriga tizimli bog'lashgan va organizm bir butun sistema sifatida ishlaydi. Instagramda bitta video ko'rdim, Bobur Saidov, shaliz ham ko'rayotgansiz, rosa million prosmotrlar urishyapti. Bunaqa aylantirib, bo'yin cho'zish. Shunga siz qanday qaraysiz, bir tavsiya bering shuni. Bu juda bir bo'lmag'ur narsa desam bo'ladi, chunki bu boya nerv umurtqa pog'onasini bo'yindan imenda o'sha nervus vertebralismi, o'sha umurtqalar nerv o'tadi-ku bu yerda asosan. Bu nerv siz juda yaxshi bilasiz. Agar arteriya vertebralis o'tadi, bu juda opasnida, sal ortiqcha harakat. Vaholanki bu narsaga ko'rsatma bormi? Qilish kerakmi o'zi yoki qilish kerakmi yo'qmi? Keyin undan qancha darajada foydali bu narsa? Buni bilishimiz kerak. Biror tabib shuna qildi desa, odamlar borishadi-da. Bu narsani albatta uni oldin bilish kerak, doktorga murojaat qilib, tekshirgandan keyin ko'rsatma bo'lsa, unda ham hozir kompyuterni tortimi nimalari chiqib ketgan, o'shanda kerakli dozada vrach nazoratida qilish kerak. Aks holda bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin, insult berishi mumkin, nerv qolib, hattoki o'sha bir tomon ishlamay qolishi mumkin, og'ir asoratlar kuzatilishi mumkin. Nerv yaxshi bilasiz, nevropatosi. Mani fikrim, bu arteriya vertebralisga mayli, endi o'sha tortayotganlar MRTga asoslanadimi birinchi o'rinda? MRTni ko'rish kerak, diskini. Biz o'zi bilasiz, ko'ramiz. Har bitta bemor tortishdan oldin MRT qildirib, MRTdan keyin uni diskini ko'rib, bu eski jarayonmi, bu yangi jarayonmi? Ya'ni eski grijalar bo'ladigan bo'lsa, usti sekin organizm shunaqaki o'zini o'zi yamaydi. Sekin kalsiyatlanib, yopib, yaxshilanayotgan bo'ladi. Shuning uchun biz tortishdan oldin ko'ramiz. Ya'ni eski jarayon bo'lsa, tortmaslikni tavsiya beramizda, tortmaymiz bemor. Agar yangi jarayon bo'lsa, tortamiz. Va shu tortganda ham biz hisobini olamizki, shu bu pastga oqib ketmaydimi, yuqoriga oqib ketmaydimi? Orqamga ham ezib qo'yib, miyelopatiya deydi, bilasiz. 4 ta oyoq qo'li ishlamay qolishi mumkin bemorda. Bu juda ham katta asoratga olib keladi. Mana shu arteriya vertebralisning o'zi ham boshni teng yarmidan orqa qismini qon bilan ta'minlash bilan shug'ullanadi. Agar mana shu arteriya vertebralis ozgina zararlanib qolsa ham, sizda insult, to'satdan o'lim, hattoki umuman ketmaydigan quloqdagi shovqinlar, diqqatsizligi, mana shu narsalarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bunaqa tortishlar yuzaga keladigan bo'lsa, shifokor tavsiyasi bilan birgalikda tortganingiz ma'qul. Ya'ni MRT tushmasdan turib tortayaptimi sizni shifokor? Maslahat bermayman, chunki MRT tushgandan keyin qilish kerak. Ya'ni mana shifokorlarni tanqid qilish ham bir tarafdan bemorlarga yordam bo'lsin. Endi mana shu bitta tarafini aytib o'tib ketayman. Grijani hech kim davololmaydi. Bu ochiq gap, siz ham bilasiz, men ham bilaman. Organizmni o'zini davolaydi. Ya'ni makrofaglar degan bizning o'zimiz hujayralarimiz bor. Ular o'sha oqib chiqqan grijani borib, yeb, bitirib, tekislab yuboradi. Ya'ni o'zini-o'zi yo'qib qolmaydi. Shuning uchun siz grija bo'lib qoldingizmi? Statistika qancha katta grija bo'lsa, shuncha tez tuzaladi bemor, chunki makrofaglar o'sha yerda tezroq ishlaydi. Qancha kichikroq grija, shuncha tuzalish qiyin. Ya'ni makrofaglar u yerda kamroq ishlaydi va organizm o'zini immun tizimini kamroq javob beradi. Endi bundan keyingi nimamiz davolash, qay tartibda olib borish kerak? Bemorlarimizga bu qiziq albatta. Birinchi kun nima qilish kerak yoki 15-kun nima qilish kerak? Mana shu tartib bo'yicha bitta ortopedik rejimlar, mana shu bemorga tushuntira olmay odam qon bo'lib ketadi-da, shuni bir aytib o'ting. Endi davolash bo'ya qisman o'zi to'xtaldik, qachon operatsiya qilish kerak, qachon konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash kerak.
Endi iloji boricha bu grijani, ya'ni shu umurtqa pog'onasi disk churrasini bo'yinda bo'ladimi yoki belda bo'ladimi harakat qilish kerak dori darmonlar bilan и davolovchi fizkultura LFK deymiz, lecheniya fizkultura bilan mashqlar bilan davolagan ma'qulroq. Kamdan kam holatlar bo'ladi. Boya aytganimizdek bemorlar ham operatsiyani o'zi har kim ham masalan yoqtirmaydi. Asosan bu yerda o'sha umurtqa pog'onasidagi diskni elastikligini saqlab berish kerak. Ya'ni bu o'zi diskda ichida qon tomirlari bo'lmaydi. Bu atrofdagi o'sha umurtqa pog'onasida masalan 3 qavat mushaklari bo'ladi. O'sha mushaklarning harakati qisqarish natijasida o'sha atrofdagi tomirlardan oziqlanishi bilan disk oziqlanadi-da. O'shaning uchun bir joyda doim o'tiradigan insonlar deymiz-ku, ofisda yoki shofyorlarda ko'proq uchraydi bu narsa. Chunki harakat kam bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun birinchi navbatda doimiy davolovchi fizkultura. Uni o'zini mashqlari bor. Vrachlar biladi uni. Ko'rsatib ham beradi kerak bo'lsa yoki spetsial mashqlar bor, shu harakatni ta'minlab beradigan, ya'ni disk churrasini yo'qotadigan. Bel mushaklarini tarangligini oshiradigan mishni korset deymiz. O'sha mishni korset ta'minlab berish kerak. Oddiy gimnastika qilish ham bu yerda foyda beradi. Ertalabki utrunniy gimnastika, yotishdan oldingi piyoda yurib, o'zini harakat bilan nima qilish ham bu katta yordam beradi. Keyinchalik jarayon kuchaygandan keyin yoki o'zi og'riqlar kuchayib ketsa, unda dori-darmonlar bilan o'sha vrach, travmatolog, ortoped hamda nevropatolog birgalikda buni davolashadi. Ya'ni o'sha nevropatolog o'zini bolg'acha turibdi, bolg'acha bilan reflekslarni ko'rib, qaysi patologический, qaysi kerakli o'sha reflekslarni ko'rgan holatda birgalikda davo muolajalar o'tkaziladi. Boya siz aytib o'tganingizdek vitaminlar bu yerda asosan umurtqadagi atrofdagi suyaklarni, tog'aylarni funksiyasini yaxshilash maqsadida vitamin guruhlariga boy mahsulotlar hamda qo'shimcha dori-darmonlar bilan davolanadi. Endi davolash asosiga keladigan bo'lsak, endi men shunga asoslanib ko'proq davolayman. Mana shu chiqadigan nervni grija bilan birgalikdagi hamkor harakatini ta'minlashga asoslangan davolash usuli o'tkaziladi. Ya'ni nima degani? Bu grija chiqib bo'ldi, u ichkariga birdaniga yo'qolib qolmaydi. Endi shuni oldidan o'tadigan nerv shu tegib turibdi, shuni hisobiga og'riq bo'ladi. Ya'ni harakat cheklanadi. Ya'ni siz egilganingizda, bukilganingizda bu nerv kirib chiqib harakatlanib turish kerak edi. Endi grijaning hisobiga bu siqilib qoldi. Siqilib qolgandan keyin nerv shunday xususiyatga ega, xuddi bolachada ham bunaqa shishib qoladi. Endi o'sha davolash asosida ortopedik rejim, ya'ni sizga pakoy beriladi, kamroq yurish. O'sha yurmasligingiz kerak. Birinchi 5 kun, 10 kunlikda holatga qarab vrach nazoratida yurmaslik tavsiya etiladi. Nimaga? Og'riq kuchli payt. Mana bu shish, mana bunday kichkinagina holatga nerv o'zini tiklab olsin. Ya'ni mana bu kontakt kamaysin degan ma'noda ortopedik rejim qilinadi. Undan keyin siz aytgandek lecheniya fizkultura, ya'ni o'sha davolovchi mashqlar bilan birgalikda bemorni belini cho'zish, ya'ni o'zi muskullari bilan birgalikda bel umurtqalarini cho'zib effekt deydi-ku, haligi tortib olish effektini beruvchi mashqlarni birga bemor bilan bajaramiz. Bu davolashning eng asosiy hisoblanadi. Davolash paytida fizioterapevtik muolajalar ko'p amalga oshiriladi. Fizioterapevtik muolajalar mana shu bel umurtqasi atrofidagi muskullarni chiniqtiradi va shu sohada shishni kamaytirishga qaratilgan. Ya'ni men o'zim ko'p qilaman, bilasiz, udarni valnoviy terapiya deydi. O'sha udar to'lqinli davolash usuli. Bunda o'sha sohadagi to'lqin yuborib og'riqlarni kamaytirish, triggerlarni ochish. Ya'ni siz ko'p og'riganingiz hisobiga triggerlar juda ham ko'p bo'ladi. Shuni inobatga olib davolashlarni o'tkazamiz. Qachon shaxsan men o'zim operatsiyaga yuboraman, qachonki shu grijani millimetr 8 millimetrdan katta bo'lsa, ya'ni 8 dan baland bo'lsa, og'riqlar intensivligi 15 kundan siz aytgandek qolmayotgan bo'lsa, ya'ni hech qanaqa og'riq qoldiruvchiga bo'ysunmayapti va bundan tashqari NMG qilamiz. NMGda ham 100% da zararlanish kelib chiqqanda, ot yurish bo'lib qolgan paytda biz 100% operatsiya tavsiya qilamiz. Yokida oyoq ozayotgan bo'lsa, shuni aytishingizdan chiqdi. Bemorlarda o'sha santimetr lenta bilan ikkala oyog'ini o'lchab turish kerak. Ya'ni siz vaqtida grija o'tkazdingiz, tuzalib ketdingiz, og'riq yo'q degani bu bitta tuzalib ketdi degani emas. Siz oyog'ingizni o'lchab turishingiz kerak. Eng muskulli joylaridan o'lchab turasiz. O'lchagan paytda farq 2 santimetrdan ko'p bo'lyaptimi? Demak, mana bu grija nervni faoliyatiga ta'sir ko'rsatyapti, muskullar ozyapti. Erta siz cho'loqlanib qolishingiz mumkin yoki yura olmay qolishingiz mumkin. Shuni inobatga olgan holatda sizlardan qilinadigan asosiy talab
mana shunaqa ozishni ko'rdingizmi, sezdingizmi, cho'loqlanib yuryapsizmi yokida harakat sustaydimi, 100% nevrologga murojaat qilishingiz kerak va undan keyin neyroxirurg ko'rigi bilan birgalikda operatsiya tavsiya etiladi. Ya'ni sizga ikkita taraf ayon bo'ldi, qachon operatsiya, qachon davolash. O'sha davolashga bo'ysunmaydigan holatlarda biz 100% operatsiyani tavsiya etamiz. Ya'ni yondosh kasalliklarni ham inobatga olamiz, yurak kasalliklarini, buyrak kasalliklarini, qarshi ko'rsatmalarni inobatga olib, bemorlarga operatsiyani tavsiya etamiz. Travmatolog Bobur Saidovичimizga katta rahmat aytamiz. Usta bemorlarimiz agar sizda ham qiziqtirgan travmatologik savollar bo'ladimi, nevrologik savollar bo'ladimi, izohlarda albatta yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Agar siz va yaqinlaringizda, tanishlaringizda diz churrasi yoki shunga o'xshash holatlar, umuman ortopedik muammolar yoki nevrologik muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizni izohlarimizda yozib qoldiring yoki u yerda havola bor, havola orqali o'tib raqamlaringizni qoldirsangiz, bizni qizlarimiz sizga aloqaga chiqishadi va muammolaringizni tinglab, biz bilan bog'lab berishadi yokida bepul konsultatsiyalarimiz bor. Har juma kuni uyushtiriladigan, o'shalarga kelsangiz, sizni masalangizni ko'rib chiqamiz. Kelishdan oldin qilinadigan talab, albatta MRTingiz yoki tibbiy hujjatlaringizni hammasini yig'ib olib keling. Biz uchun o'ta muhim. Ularni har birini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Sizga kerakli tavsiyalarni beramiz. Kerak bo'lsa, mana bizda ikkita nevrolog bor, Bobur Saidovich. Ochiq aytaman. Agar nimagadir shubha qilayotgan bo'lsa, o'sha Suhrob akani chaqirib, birgalikda ikkita nevrolog sizni ko'rib, kerakli tavsiyalarni berib, ya'ni bizda nimadir shubha bo'layaptimi, bularni ham chaqirib kelaman. Bobur Saidovich, ko'ring, bizda chota muammoli masala. Ya'ni meni bu bilan ilmim zo'r demoqchiman, kam ham demoqchi emasman. Lekin bemorning sog'ligiga kelgan paytda ya'ni ikkilanish kerak emas, boshqa vrachlarning yordami. Bizda endi yotib ketgan bemorlarimiz yaxshi bilishadi, что bizda jamoaviy ko'rik va jamoaviy davolash ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni meni bemorim ekan bu buniki ekan degan fikrlar yo'q. Shuning uchun izohlarda yozib qoldiring. Sizda muammolar bo'lsa, albatta yozib qoldiring, ularni ko'rib chiqamiz. Qizlarimiz aloqaga chiqishadi. Bepul ko'riklarda agar imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, keling, ko'ramiz, maslahatlashamiz va sizga davo-chораlarni izlashga, sizni davolashga harakat qilamiz. Inshaallohdan o'zingizni asrang. Bobur Saidovich, sizga rahmat. Agar savollar bo'lsa, yo'llab qoling.